Assalomu alaykum qadrli bizni kuzatib turgan aziz tomoshabinlar. Biz bugungi 5-videomizdan boshlab tumanlar va shaharlar aro open budjet, ya'ni tashabbusli budjet loyihasi o'tkazish va yakunlari bo'yicha statistikalarni berib boramiz. Magar tumanga qaytib qoldinglar degan savollar ham tug'iladi albatta. Turli xil tumanlarimizda g'oliblar yana aniqlanmoqda, ya'ni qo'shimcha g'oliblar topilmoqda. Shu sababdan ham biz viloyatlar yoki respublika miqyosida to'xtatib turib, tuman miqyosiga o'tdik. Farg'ona viloyati Beshariq tumani 780 km²dan iborat. Aholisi esa 242.900 kishini tashkil etadi. Ushbu ma'lumotlarni Farg'ona viloyati Beshariq tuman hokimligi saytidan oldik. Shuni ham oldin aytib qo'yishni unutmang. Beshariq tumanida tashabbuskorlar tomonidan 132 tashabbus ro'yxatdan o'tkazildi va 122 tasi tasdiqlandi. Ularning 10 tasi esa turli sabablarga ko'ra rad etildi. Tasdiqlangan tashabbuslarning 14 tasi g'olib deb topildi, ya'ni eng ko'p ovoz olgan 14 tashabbus g'olib deb topilgan. Tasdiqlangan tashabbuslarning %48%ga teng bo'lmoqda, ya'ni g'oliblar ulushi. Beshariq tumani uchun 21 milliard 766 million so'm tashabbusli budjet loyihasi uchun ajratilgan. Ularning taxriban 21 milliard so'mi g'oliblarga bo'lib berildi. Birinchi o'rinda g'olib deb topilgan tashabbus 6204 ta ovoz bilan birinchi o'rinda g'olib topilgan. Oxirgi so'nggi 14-o'rindagi g'olibda esa 2684 ta ovoz mavjud. Ya'ni 2684 tadan yuqori ovoz to'plagan barcha tashabbuslar g'olib deb topilgan. Ko'rib turganingizdek, sohalar kesimida, yo'nalishlar kesimida bo'ldik. Biz g'oliblarni ichki yo'llarni ta'minlash yo'nalishi bo'yicha 6 ta tashabbus g'olib deb topilgan. Umumiy o'rta ta'lim maktablarini ta'minlash hamda sog'liqni saqlash muassasalarini ta'minlash yo'nalishi bo'yicha esa 2 tadan tashabbus g'olib deb topilgan. Bittadan g'olib deb topilgan yo'nalishlarda esa obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish tadbirlari, qabristonlarni ta'minlash tadbirlari bo'yicha sport muassasalarini ta'minlash hamda boshqa ta'lim muassasalarini ta'minlash yo'nalishi bo'yicha bittadan g'olib deb topildi. Biz tumanlar miqyosiga tushganda ovozlarni 3 ga bo'lib oldik, ya'ni 1000 tadan ko'p ovoz olgan tashabbuslar hamda bittadan 1000 tagacha hamda ovoz olmagan tashabbuslar qilib 1000 ta va 1000 tadan ko'p ovoz olgan tashabbuslar 18 tani tashkil etmoqda. Bittadan 1000 tagacha ovoz olgan tashabbuslar esa 28 tani tashkil etmoqda. Umuman ovoz olmagan tashabbuslar esa 76 tani tashkil etmoqda. Beshariq tumanida 14 ta g'olib deb topilgan tashabbuslar 60661 ta ovoz olishgan. O'rtacha hisobda bitta g'olib uchun esa 4332 ta ovoz to'g'ri kelmoqda. Bu tomondan aytib qaraganda bir narsani ma'lumot berib o'tay. Siz keyingi mavsumda, ya'ni 2025-yilning 2-mavsumida 4332 ta ovoz olsangiz, bu meni shaxsiy fikrim, 95% g'olib deb topilasiz. Ya'ni 95% men kafolat beraman sizning g'olib deb topilishingizga. Ya'ni 4332 ta ovoz olsangiz. Farg'ona viloyati Beshariq tumanida kelgusi 2 mavsumda, ya'ni 2025-yilning 2 hamda 2026-yilning 1-mavsumlarida 7 ta mahalla fuqarolar yig'ini tashabbusli budjet loyihasida ishtirok etmaydi. Ushbu mahallalar ro'yxatini ko'rib turibsizlar. Yangi Hayot, Dehqonto'da, Shayronqovul, Abduvay, Yangi Qashqar hamda Dala Hamid Olimjon mahalla fuqarolar yig'ini keyingi mavsumda, ya'ni kelgusi 2 mavsumda umuman ishtirok etishmaydi. Bugungi 5-videomizda sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Videomiz yoqsa like tugmachasini, kanalimiz yoqsa esa obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Marhamat, fikrlaringizni yozib qoldiring. Biz ularni ham inobatga olamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.